Assalomu alaykum biz YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana biz Xudo xolasa Bo'z tumanidagi ishimizni yakunladik. Ichi ko'rinishi ko'rib baho bera olasizlar. Fayzli xonadonniki berdik. Xudo xolasa 280 kvadratlik obyektimiz mana. Ko'rib baho bera olasiz. Usta akamiz o'zi musofirda turib bizni chaqirtirdi. Kelib uyda kelishib qilib berdik, aytgandek Xudo xolasa yoqdi uyda egasiga. Aytgandan ham ziyoda qilib berdik. Mana patologlarni ko'rishingiz, patologlar plan tayinlarni ham bir yo'la shpaglobga tortib ustalarimiz chiroyli holatda keltirib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz Andijon viloyat Baxtibod tumanida, sohil bo'yida joylashgan ish joyimiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, albatta bizga telefon nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar uylarga borib hisob-kitob qilib o'lchab, uyda holatiga qarab turib kelishiladi. Xudo xolasa arzonchaga hech kimni norizo qilmagan. Buni bu yog'i ham norizo qilmaydi. Zo'rdan zo'rlari chiqadi Xudo xolasa. Bemalol murojaat qila olasizlar. Uyga borib albatta qiladigan bo'lsa, realniy xaridorlar bizga aloqaga chiqib chaqiringlar. Ko'p joyda boramizda qaytib kelamiz, bo'pti deydi, narxni bilgani. Narxni hijolat olmasdan bemalol murojaat qilsin. Kimdan bo'lsa ham biz arzon narxda qilib beramiz. 1 million, 2 million, 3 millionga davr arzon bo'ladi biz ishlar. Maqsad biz arzonchaka. Bemalol murojaat qila olasizlar. Fayzli xonadon o'ta uy go'zal tushgan. Akamiz o'zi usta ekan. Shu holatga biz ham kelishilgan holda qilib berdik mana. Aloqaga chiqa olasizlar.